Salom hammaga. Bugun sizlar bilan qanday qilib shaxsiy kabinet yaratishni o'rganamiz. Uning uchun BotPlace platformasiga kirib, создать bot degan tugmani ustiga bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan nomni beramiz. Nomni berib bo'lganimizdan so'ng platformaning ichiga kirib, keraksiz bo'lgan цепочка сообщенияларni удалить qilib tashlab, yangi цепочка сообщенияni создать qilamiz. So'ngra pользовательga ko'rinish kerak bo'lgan tekstni kiritamiz. Shundan so'ng tugmalarni kiritamiz. Добавить tugmani bosib buyurtma berish tugmasini yozamiz va buni inline ko'rinishga keltirib olamiz. Настройкалар yordamida ответ цифрами degan tugmani yoqib qo'yamiz. So'ngra esa buyurtma berish tugmasidan yangi цепочка сообщения yaratamiz va bunga ham tekst yozamiz. Buyurtmani qabul qiluvchi insonning ismini so'raymiz. Validatsiyani esa tekstga o'zgartirib qo'yamiz. Va bu yerda agar pользователь qandaydir xato kiritsa, o'shani to'g'rilashini so'rab qolamiz. Masalan, ismini noto'g'ri yozib qo'ysa, shunga o'xshash xatolarni qiladigan bo'lsa, o'shalarni to'g'rilashini so'rab qolamiz. И записать ответ пользовательской переменной degan tugmamizni yoqib qo'yamiz va bu yerga ismini so'raymiz. Va любая другая фразадан запрос номера telefonini создать qilamiz. Запрос номера telefonidan keyin yangi цепочка сообщения yaratamiz va bu yerda pользовательning ma'lumotlarini qabul qilganimiz haqida xabar beramiz. Va bu yerda o'zimizning mahsulotimizni narxini kiritamiz va qancha miqdorda mahsulotimizni xarid qilmoqchiligini so'rab olamiz. Bu yerda ham validatsiya kirib, sifra bo'limini yoqamiz va maksimalniy количество simvollarni 3 taga qilib qo'yamiz. Siz o'zingizga qancha kerak bo'lsa, o'shanchaga o'zgartirasiz. Va pastda ham agar sizni kiritgan количествозdan ko'p yozadigan bo'lsa, pользовательga предупреждение beramiz. Juda ham ko'p raqam kiritgani haqida va faqat sonlarda kiritishini so'rab qolamiz. Записать ответ в пользовательскую переменную yoqib, zakaz soniga o'zgartirib qo'yamiz. Любая другая фразадан цепочка сообщения yaratamiz va tekst bo'limiga bu yerga esa tekst bo'limiga buyurtmani yetkazib berishimiz kerak bo'lgan manzilni so'rab olamiz. Tagida misoli bilan. Va записать ответ пользовательской переменную esa adres so'zini kiritamiz. Shundan so'ng esa bot foydalanuvchining ma'lumotlarini eslab qolish uchun va undan keyinchalik foydalanishi uchun operatsiya na переменная degan tugmani yaratamiz. So'ngra yangi цепочка сообщения bo'limini yaratamiz va bu yerda pользователь bizga bergan ma'lumotlarni o'ziga ko'rsatamiz. To'g'ri ma'lumot berganmi yo'qmi tekshirib buyurtmani berish uchun. Va shundan so'ng buyurtma berish tugmasini yaratamiz va uni inline ko'rinishga keltirib olamiz. Buyurtma berish tugmasidan zaявка bo'limini yaratamiz. Zaявка bo'limiga kirgandan so'ng Telegram tugmasini yoqib, добавить аккаунт tugmasini ustiga bosasiz va добавить qilamiz. Zaявка botiga kirib, mana ko'rishingiz mumkin. Уже zaявка botiga avtomatik tarzda o'tadi. Tugmani bosganimizdan so'ng start tugmasini bossangiz, xuddi shunday sizda ham уже verifitsирован degan yozuv chiqadi. Va so'ngra BotPlace platformasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu qatorda sizning akkauntingiz ham chiqib turadi. Va zaявка bo'limiga qaytib, o'sha chiqqan akkauntingizni xuddi shu tarzda qo'shib olishingiz mumkin. Va oxirida внутренняя CRM tugmasini o'chirib qo'yamiz. Zaявкаdan so'ng цепочка сообщения создать qilamiz va buyurtma qabul qilingani haqida xabar jo'natamiz. Bosh menyu nuqtasini kiritamiz. Продолжить tugmasidan tek назначить tek tugmasini tanlab, foydalanuvchi tegini kiritamiz. Foydalanuvchi kabineti degan ssenariy yaratib va u ssenariyni bosh menyu degan tugmaga ulab qo'yamiz. So'ngra foydalanuvchi kabinetiga o'tamiz va yangi цепочка сообщениясini yaratamiz. So'ngra foydalanuvchi uchun bosh menyuga o'tgani haqida xabar jo'natamiz va ma'lumotlarni o'zgartira olishi haqida xabarlarni ham yozib qoldiramiz. Va tagida buyurtma berish va o'z haqidagi ma'lumotlarni ko'ra olishi uchun tugma yaratamiz. Va ularni ham настройка orqali inline ko'rinishga keltiramiz va ответ цифрами degan tugmachani yoqib qo'yamiz. So'ngra mening ma'lumotlarim tugmasidan условия tugmasini yaratamiz
va добавить условия bo'limiga kirib, kontakt содержит tag bo'limini bosib, pastga esa добавить tag degan joyga change font degan tagni kiritamiz. So'ngra da tugmasidan цепочка сообщения yaratamiz. U yerda esa tekst bo'limini bosib, oldinroq pользовательdan so'rab olgan ma'lumotlarimizni unga ko'rsatamiz. Ma'lumotlarni yangilash uchun o'zgartirish tugmasini yaratamiz va ortga degan tugmani ham qo'shib qo'yamiz va ularni ham inline ko'rinishga keltirib olamiz. Va xuddi shu цепочка сообщенияni klonировать qilib, условияda net degan tugmani ulab qo'yamiz. Ikkita цепочка сообщениядagi ortga degan tugmamizni главный menyuga ulab qo'yamiz va главный menyudagi любая другая фразадан добавить условия qilamiz. Kontakt содержит tag qilib, admin knopkasini добавить qilib qo'yamiz. Va net degan tugmani главный menyuga ulab qo'yamiz. Va ssenariylar orasidan change info ssenarisini yaratib olamiz va albatta qayta buyurtma ssenarisini ham yaratib olamiz. Va buyurtma berish tugmasidan ssenariyga ulab qo'yamiz. Ssenariyga kirib esa qayta buyurtma ssenarisini tanlab olamiz. Va so'ngra o'zgartirish bo'limlaridan change info ssenarisiga ulab qo'yamiz. Change info ssenarisiga kirib, цепочка сообщенияni добавить qilamiz va tekst bo'limida foydalanuvchi qaysi ma'lumotini o'zgartirmoqchiligini so'rab olamiz va pastda qaysi ma'lumotni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'sha ma'lumoti uchun tugmalarni qo'shamiz. Подменять предыдущее сообщение в чате degan bo'limni yoqib qo'yamiz. Ismini degan bo'limdan цепочка сообщения so'zat qilib, yangi ismni kiriting degan so'zni qoldiramiz. Записать ответ пользовательскую переменную degan joyga ismni kiritamiz. Birinchi главный ssenariyda qanday ish tutgan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunday ish tutamiz. Har bitta bo'lim uchun alohida boshda qanday kiritgan bo'lsak, ism, записать ответ пользовательскую переменную ni qanday yoqqan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu ishni qaytaramiz. So'ngra любая другая фраза bo'limidan yangi цепочка сообщения yaratamiz va u yerda qaysi ismga o'zgartirganini yozib, ortga va shaxsiy kabinetga qaytish tugmalarini yaratamiz. Qolgan bo'limlarda ham xuddi shu ishni bajaramiz. Yangi цепочка сообщения ulab, nimaga qaysi raqamga o'zgarganini yozib va pastda ortga va shaxsiy kabinetga qaytish tugmalarini ham qo'shib chiqamiz. So'ngra ortga deb yozilgan tugmalarimizni главный цепочка сообщениyaga ulab chiqamiz. Va продолжить tugmasidan назначить tag qilamiz va u yerga change font tagini назначить qilib qo'yamiz. So'ngra oxirida ssenariy bo'limini qo'yib, u yerdan shaxsiy foydalanuvchi kabinetini tanlaymiz va shaxsiy kabinetga qaytish tugmalarini o'sha kabinet ssenariy bo'limiga ulab chiqamiz. Platformada ishimiz bitgandan so'ng botimizni Telegramga ulab olamiz. Har doimgidek bot fazer yordamida create a new bot qilamiz va botga nom beramiz. Username degan joyiga обязательно botingizning nomidan so'ng oxirida bot so'zini qo'shib yozishni esingizdan chiqarmang. Va API tokenni platformaga kirib joylashtiramiz va botimizni tekshirishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, botimiz faol va hamma tugmalar ishlayapti. Hech qanday xatolarsiz, qotishlarsiz. Shu bilan birga botimizga bergan zaявkamiz mana shu ko'rinishda bo'ladi.
Shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing.